Buni toji qanaqa bu? Amitabh Bachchanmi bu? Amitabh Bachchan emas. Bu menimcha shu Hanuman-panumanlardan olganmi bilmayman, maymunlardan olganmi. Yerga Neobichniy bo'lib, korona bu. Mana. Voy, vashiyu. O'zi menimcha hamma xorozvozlar xoliydi. Mana shu yirigini, zo'rini, eng kattasini boqiydi. Shunaqa xavoz qilganligi mana 6 kilo bormi bu? 6 kilodan ozgina oshu. Gap yo'laga, antik olagan. Bu tojlari ham yotmaydigan toj. Nima bunaqa katta toji? Buni otasida ham, onasida ham toj bo'lmagan. Bitta bunda chiqdi. Menga mana mashinaqalar yoqadi mana. Mana shu antik ola ko'rinyaptimi? Telefonga yaxshilab oling. Haqiqiy ekanmi aka? Kecha hammangiz shubha qiluvdinglar mana. Ha, ranglarini mana. Sotilmaydi bu. Bolalari bor, bolalari sotiladi, onalari sotilmaydi. Nech puldan bolalar? Narxini gapirsamiz Telegram kanalimizda. Bolalari 6 ta bor, 6 jo'ja tuvi bor. Qani shu yerda bormi? Mana qo'lida. Mana. Nomerini yozib qo'yaveraymi uka? Nomerimni yozib qo'yavering. Qiziqqanli ishqozlariga bo'lsa, mana shu 6 ta tuvi bor sotiladigan. Mana shu tuvini bolalari. Ha, Mana yaqinlashtirsangiz, ularni ham bir xil. Mana tuv. gap yo'g'an lekin rangiga boru. Hozirgi ham zo'r ekan, antik bor ekan, ana bedana Mana pardaligi. naqsh parligi. Buni rangi bedana par. Bo'yab qo'yilmagan, chizib qo'yilmagan, naturalniy zavodskoy parli. Mana. Naqsh parli. Antik bor bu, vaqti tiniq ekan u. Endi buni xorozini ko'ring mana. Xorozi ham tiniq ekan. Sotiladimi buni? Bular ham sotiladi. Bular ham sotiladi. Sotilmaydi. Yaqinroq olib keling, mana shu chiroyli ekan. Mana bu ko'rguchiligini o'zini qo'liga qo'yib olgan. Mana haligi tovudan bu. Haligi tovuq. Bir xil ekan bu. Mani etgan mana anu. Hani ushlashni ham yaxshi bilmayman. Nimani xorozlarnichi? Qarasangiz kattadan desa og'irmi deyman-da, yoki o'shaning uchun ko'tarib kelmayapti. Qo'lda qichqirib yuboryapti-yu bu. Duxovoy qaytmaydigan yo'li zo'r.